tashlab endi hozir onamlarga keldim. Hay-haylarimni o'zgartirib oldim. Qanaqadir ko'cha kiyimda neudobniyroq yuraman. Sportivniy variantlarda o'zimga qulayroq yuraman. Mana men bu SMS ga hozir to'g'risi bir yoqdan xursand bo'ldim, bir yoqdan xafa bo'ldim. Nimagaki, bu telefon nomerida основной men javob bermayman. Ko'proq adminlarim javob berishadi. Adminlarim ham bittasi o'sha dastavkaga chiqadi. O'sha vaqtda telefon qilib qolgan bo'lsanglar, sal anaqa ovoz boshqacharoq eshitilgan bo'lishi mumkin. Lekin menga telefon qilgan har bitta klient bilan o'zim gaplashsam umuman boshqacha gaplashaman. Fikrligi men to'g'rimda umuman boshqacha bo'ladi ularni. O'shaning uchun agar qattiqroq gapirib qo'ygan bo'lsam yoki adminlarim gapirgan bo'lsa, alohida o'z uzrimni so'rab qo'yaman. Asosiy klientlarim uchun bu. Nima demoqchiman bu gapim bilan? Men hayotda ham shunaqaman, videoga ham